Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan 9-darsimiz va bugun ko'rib o'tadigan metodimiz mass scale metodi bo'ladi. Ya'ni mass obyektining scale metodi bo'ladi. Mass scale nima qiladi? Ya'ni bu yerdagi x beradigan qiymatimiz kasrli sonni eng yaqin katta butun songa yaxlitlaydi. Har doim yuqoriga qarab hisoblaydi. Ya'ni biz mass floorni ko'rgandik, u faqat pastga qarasdi. Ya'ni ko'radigan bo'lsak 4.7 ni ham 4.1 ni ham 4 ga qaytarib beradi. Lekin mass scale shuni teskarisi. O 4.1 ni ham 4.7 ni ham tepaga qarab, peshga qarab yaxlitlab beradi. Shu mass floorni teskarisi. Buni ishlashini ko'ramiz. Buni kopiya qilib olaman va bu yerga tashlayman. Konsolga so'ralgan mass scale metodi, mass objektning scale metodiga murojaat qilingan va 4.1 qiymat sifatida berilgan. Ikkinchi qatorga 4.9 va uchinchi qatorga 5 berilgan. Yana uchilasini ham javobi 5 chiqishi kerak. Chunki ya'ni mass scale biz aytib o'tdik, yuqoriga yaxlitlaydi. 4.1 ni 4 qilmaydi, 5 qiladi. 4.9 ni ham xuddi shunday 5 qiladi. 5 ni ham o'zi butun son bo'lgan hisobidan o'zini qaytarib qo'yaveradi. Note numbers.js deb ishga tushiraman. Mana uchala variant ham 5 chiqdi. Buni kommentariya qilaman va keyingi qism manfiy hisoblarda ishlashi. Buni kopiya qilib olamiz. Bu yerda mass scale metodi chaqirilgan va -4.1 qiymati berilgan, ikkinchi qatorda -4.9 qiymati berilgan. Buni mass floorga tekshiradigan bo'lsak, mass floor bizga 5 qaytaradi, ya'ni kichigina pastga qarab bizga yaxlitlab beradi. Lekin mass scale metodi bizga tepaga qarab yaxlitlagan hisobidan minus qiymatlarga -4.1 dan ko'ra 4 katta. Ya'ni manfiy sho'ralar 4.9 dan ko'ra 4 katta. Shuning uchun ham eng kattasiga qarab yaxlitlab beradi. Buni tekshiramiz. Natija 4 tar kelasi ham. Buni kommentariya qilaman va keyingi kodga o'tamiz. Agar string ichida bo'lsa, konsolga mass scale metodi chaqirilgan va 6.2 qiymat sifatida berilgan string ichida, ya'ni buni type string hozir. Buni ishlatib ko'ramiz. Natija 7 chiqyapti. Ya'ni oldin ham aytgandim, terminalimga sariqcha rang va buni type number formatiga chiqadi. Agar oq rang bo'ladigan bo'lsa, bu string formatida bo'ladi. Ya'ni mass scale metodi buni avtomatik stringni raqamga aylantiradi va buni ustida o'sha yaxlitash amalini bajaradi va natijani 7 qaytaradi. Ya'ni yuqoriga qarab yaxlitlaganga 6.2 ni yaxlitlangani 7 chiqadi. Va oxirgisi, agar noto'g'ri qiymat beradigan bo'lsak, kopiya qilib olamiz. Mass scale abc chaqirilgan, ya'ni endi bu abc ni umuman JavaScriptdagi biron bir metod raqamga aylantira olmaydi. Shuning hisobidan ham bu narsa not number, ya'ni son emas degan xatolikni yuzaga keltiradi. Mass scale ham buni qila olmaydi, raqamga aylantira olmagan hisobidan. Ishga tushiradigan bo'lsak, not number, ya'ni raqam emas degan xatolik chiqdi. Bungi darsimiz shundan iborat edi. Hammaga rahmat.